Assalomu alaykum akvarium baliqchibozlari, Ismoil akvariumlari kanaliga xush kelibsizlar. Eslatib o'taman, bu kanalda akvariumlarim haqida, baliqlarim haqida, fermam haqida to'liq ma'lumotlar berib, videolar olib, YouTube, Instagram, Telegramga kanaliga joylayman. Hamda o'sha o'zimni fermamda nimalar yengilliklar bo'lyapti, filtrlarim qanaqa, baliqlarim qanaqa, nima ovqatlar beraman, shular haqida videolar berib boraman. Bilmaganlar bo'lsa, to'liq katta videolar, to'liq videolar asosan Ismoil akvariumlari YouTube kanalida juda ham ko'p videolar hamda ma'lumotlar. Xo'p, bugun kechki 11:46 6-may kechasi, hop 27 daraja illiqlik, 58% namlik podvalimizda. Hop, bugun nima qilmoqchiman? Mana akvarium suv xira bo'lib ketgan ekan. Filtrini ochsam, usti shilimshiq bo'lib, gubkasini usti shilimshiq bo'lib, gubkaning ustidan o'tib, filtratsiya bo'lmayotgan ekan. Suv shunchaki mana bu yoqdan suv tushsa, gubkadan o'tib, keramikalar nima bo'lsa ham tegadi. Mana bunaqasiga kelishi kerak suv. Bu suv tushib, tepadan gubkadan o'tib, qaytib teshikka tushib ketayotgan ekan. Demak, suv tegidan yurmasa filtratsiya bo'lmaydi. Suv bekorga tepadan chiqib, tepadan yurib pastga tushib ketayotgan ekan. Shuni hisobiga suv xiralashib ketibdi. Biologiyasi suvda filtratsiya slabiy bo'lsa, birinchi anaqasi suv xiralashadi, ikkinchisi oynaga shilimshiqlar darrov yopishadi. Mana menda ham bu holatda mana shilimshiqlar yopishibdi. Artib qo'yganimni ham yana qolib ketibdi. Xo'p, kamiga men akvarium ham xiralashib ketdi. Nimaga desanglar, kichkina o'g'lim bor, 3 yoshga to'lmagan. Mana shu baliqlarga yashil chips beriladi bu akvariumga. O'rganib qo'ying, shularga berishni. Oldimda odam bor paytda ozgina bergin dedim, xo'p bo'ladi deb. Endi bolada, xo'p bo'ladi deveradi. Ko'p beryapti, suv xiralashib ketibdi mana. Farqini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu akvariumni mana bu akvarium juda tiniq. Bunisi xira. Mana. O'shanga shu bahona biri to'la suvni almashtirib yuboradigan bo'ldim. O'zi 3-aprel kuni, ya 3-may kuni, 5-oy, 3-may kuni suvi almashgan ekan. Bugun mana 6-may kuni yana alishadigan bo'lyapti, xudo xolasa. Hop. Sizlarga nima ko'rsatmoqchi edim? Suvingiz qanaqa mashaqqatda tinib turadi? Bitta shu filtr, mana shu filtr shuncha baliqga kuchi yetyaptimi, eplab beryaptimi mana shu suv toza turishiga deb ko'plar so'raydi. Yetadi, lekin buni ham kuchi cheklangan. Buni ham kuchiga qarab, baliqning soniga qarab hamma akvariumda suvni har xil almashtiraman. Normada solingan akvariumlarda mana oilalar bo'lsa, soni normal litrajga nisbatan normal bo'lsa, bir hafta 10 kunda suvni almashtiraman. Balki 5 kunda ham almashtiraman, xohishimga qarab. 10 kundan cho'zmasligiga harakat qilaman. Bunaqa akvariumlarda 200 tadan oshuv baliq bo'lgan 350 litrga bir dona shunaqa filtr bilan 1 kun, 2 kun suvi almashadi. Xo'p, buni hozir 2 kun bo'lgan suvini almashtirishim kerak. Lekin men bilan hozir suvni almashtirib olish uchun birinchi video qilib olaman, keyin buni almashtiraman. Hozir shovqin bo'lib ketadi, ham nasos kachat qilguncha suvni to'ldirayotganda ham o'shaning uchun hozircha to'ldirmay turibman. Shunday holatda turadi. Hop, men filtrni hozir olaman. Bu filtrda nima turgan bo'lsa, narigilarda ham, bularda ham, boshqalarda ham xuddi shunaqa shaklda filtrim terilgan. Hozir bu yoqqa olib, ichida qanaqa turganini ko'rsataman. Hop, kirishkalarni ochib ko'rsataman. Shu turishda birinchi qanaqa holatdaligini men ozgina endi anaqalarni o'zgartirdim. Nima desa bo'ladi? Suv tushishlarini ozgina o'zgartirdim. O'zgartirmadim, to'g'riroq boya suv nima xiralashib ketdi deb ochib tekshirganimda suv umuman yurmayotgan ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, men bu sintifon bu yoqda turgan edi. Men ikkita gubkani shunchaki qo'yib qo'ygan edim.
Mana bu gubka, ikkita qora gubka mana shu turgan, mana toza turibdi. Mana qolgan hamma joylari shilimshiq bo'lib ketgan. Suv mana shu ikkita gubkani yonidan aylanib o'tib, voy, qo'lim sig'may qoldi. Bu mamta turgan, bu sinchifon mana. Xullas kalom suv ko'ryapsizlar, mamtadan o'tgan. Mana bu yoqdan kelgan suv qaytib akvariumga tushib keturgan. Filtratsiya bo'lmagan. Mana hozir mana tegidan kelyapti suv, ko'ryapsizlar. Filtratsiya bo'lyapti degani mana. O suv ham ancha tinuvlashib qoldi. Nimani hisobiga tinuvlashdi? Qo'limni tutib oling. Mana bu shilimshiqqa mana qo'limni sidirganimdan keyin suv uchishni boshladi. Lekin bu sidirganimdan keyin ozgina xira ana suvni ham battar yana musur oqib bu yoqdan qaytib tushadi, suvni yana battar xira qilib yuboradi. Bu vaqtinchaga. Xullas bu gubka deyarli to'lgan, o'shaning uchun yuvish kerak. Buni hozir olaman, yuvamiz. De ichida qanaqa turganini ko'rasizlar. O'zi mana shu holatda turadi. Ko'pincha menda ko'p gubkalarim ko'rsata qolay. Ishonch hosil bo'lish uchun mana ishlab turgan. Mana gubka tagida sinchifon, oldi tarafida tagida keramika. Sinchifon mashtgacha o'zi. Mana mashtgacha sinchifon. Bu yoqda sinchifon yo'q. Ko'ryaptimi? Keramika mana bu yoqda, mana kamerani tiqing, mana tagida keramika. Sinchifon mana bu yoqdan boshlaymiz. Sinchifon tagiga qo'yaman. O'zi prosta nimaga qo'yganman? Sinchifon o'zi qo'ymasam ham bo'ladi. Menda bo'lgani uchun shunchaki qo'yib yubordim. Bo'lmasam qo'ymasam ham bo'ladi. Lekin qo'yilsa sinchifon har doim suv ketadigan tarafiga qo'yish kerak. Suv tushadigan emas, imini suv chiqib ketadigan joyga qo'yish kerak. O'shanda uzoq xizmat qiladi, tiqilib qolib, kir bo'lib qolmaydi. U kir bo'lib qolsa, u filtratsiya qilmaydi, suv ustidan o'tib ketaveradi. Tegidagi narsalardan ham suv yurmaydi. Gubkalardan, keramikalardan suv yaxshilab yurish kerak. O'shanda filtratsiya zo'r bo'ladi, suv tiniq bo'ladi mana shunaqa. Kelinglar. Xo'p. Buni olamiz hozir. Mana ikkita akvarium suvidan, mana shu akvarium o'zini suvidan kichiklik suv olib qo'yganman, mana shu suvda yuvamiz. Akvarium suvni yuvish kerak. O'shanda suv biologiyasi o'lib qolmaydi. Bu yerda foydali bakteriyalar yashayapti. Shu foydali bakteriyalar o'lib qolmasligi uchun akvariumdan suv olib, o'sha akvarium suvini yuvish kerak. Bir chelik suv menga kamlik qiladi, chunki u yerda juda ham ko'p balchiq tushadi. O'shaning uchun ikkinchisida chayib yuboramiz. Bittasida yaxshilab balchig'ini chiqarib, ikkinchisida chayamiz. Mana bu gubkalarni qo'yamanmi, qo'ymaymanmi ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Qo'yib yuboramiz. Shaxmat qilib qo'yish kerak, suv to'sib qo'yish kerak emas, yo'qsa agar to'sib qo'yiladigan bo'lsa, oldidan toshib ketishi mumkin. Hop, mana filtrni yechib oldim bu yoqqa. Filtrni top filtr deydi buni. Filtr yuvish narsalar turgandan keyin mana bu filtr deyiladi. Mana bu suv haydaydigan narsa, bu golovka. Demak, pompa, nasos qanaqa desanglar ham deyiladi, lekin buni filtr demaylar. Bu pompa yoki nasos deyiladi. Motorchiki desanglar ham mayli, lekin filtr demaylar. Filtr tegidagi turgan gubka filtr yuvish materialiga kiradi. Demak, o'sha filtr mahsuloti. Gubka filtr, tegida keramika filtr yuvish mahsulot filtr deyiladi. Xo'p, mayli. Demak, aytmoqchimanki, ya'ni choynakni ham elektr choynak hammasi tifalku, bo'sh bo'ladimi, makita bo'ladimi, xullas arshiya bo'ladimi, hammasi biz uchun tifal. Unaqa bo'lish kerak emas, hamma narsani o'zini nomi bilan yetishga harakat qilish kerak. O'shanda to'g'ri bo'ladi hammasi. Xo'p, mana oldim bu yoqqa. Ko'ryapsizlar. Hozir buni ko'rasizlar ahvolini. Juda ham og'ir. Gubka o'zingizlar bilasizlar. 5 santimetrlik gubka bu. O'rta teshik, razmer, o'rta razmer, mayda emas, yirik emas, o'rtachasi. Yirigini ham ishlatsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hech narsa yo'q. Tagida gubka keramika bilan mana gubka, lekin gubka juda ham og'ir. Mana suv keladigan tarafi edi bu. Masalan, hozir buni balchig'ini ko'rsataman. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlar balchig'ini? Bu gong bu, balonlarni axlati, ovqatini zarrachalari. Bu tushunishingiz uchun mana ham teshuv bor, mana qora joylari bo'lmasdi. Agar mana bu
gubkalarni qo'yib qo'ymaganimda mana gubkalar turuvdi deb o'tdi mana turuvdi, mana sintifon turuvdi, o'shaning uchun qora bo'lib turibdi. Bu o'zim polностью mana shu boshdan oxirigacha mana shunaqa balchiq bo'lib ketardi. Mana ularning o'rniga mana bilan ham balchiq bo'lib to'lgan, bilan ham mana to'lib qo'ygan. Suv o'tmaganidan oxiri mana bunaqasiga suv o'tib ketganda oqib ketavergan pastga. Filtratsiya bo'lmasdan akvariumga qaytib tushib ketgan. Ko'ryapsizlar, mana og'ir, teglargacha balchuv. Mana ko'ryapsizlar, shlakka. Mana. Siqsa suv emas, balchiq tushyapti mana. Ko'ryapsizlar mana. Xo'p. Buni yuvamiz. Juda og'ir bo'lib ketibdi. Hop, mana setkani ko'taramiz. Keramika ko'proq ketsin deb keramikani ichiga taxlaganman. Mana shlakka qaranglar mana. Shunchaki mana gubka bunday tegib ketgan. Shuncha shlak chetiga yopishib qolibdi mana. Keramikalar ustlari ham mana shlak bo'lib qo'ygan, lekin keramika toza. Buni ichida yashayotgan foydali bakteriyalar axlatlarni, kakashkalarni yeb, mashlarni zarrachalarga aylantirib yo'q qiladi narsalar. Shuning uchun mana bunaqa shlaklar bo'lsa, bu qo'rqinchli emas, bu o'sha gubka tiqilganda yuvoringlar bo'ldi. Bu hech ham qo'rqinchli narsa emas. Hop, buni yuvamiz, suvni olib qo'yaman ustidan, shunchaki mana teshuvdan yana qaytib oqib tushib ketaveradi. Hozir stakanchaga olaylik. Hali Artemiyani ham suzib olishim kerak. Soatni ko'rdinglar, yarim kechasi. Biz ham oilali odammiz, ishli odammiz. Shu xonamizga borib turamiz. Bolalarimiz ham kapriznichit qiladi. Ada meni xulating, ada meni yonimda yoting deb. O'shaning uchun bu aytaman sizlarga har doim, bu narsa baliq boqish, ko'paytirish. Bu men uchun hobbi, bu meni asosiy ishim emas, o'zim ishim bor. Men bu yerda bir oy sotgan narsamni, bir oy sotgan balig'imni umumiy bir oylik sodasini men o'zimning sohamda bir kunda ham bitta dona xaridori o'zidan ham shu sodani qilib qo'ya olaman. Xudoga shukr, foydasi bundan ham ko'p bo'ladi. Mana bunaqa axlatlarni tozalashlik, kechasi uxlamaslik narsalar ham bo'lmaydi. Hattoki ishxonaga bormasdan o'zimning shogirdlarim meni o'rnimga shu ishni ham qilib qo'yishadi. O'shaning uchun bu videolar, bu qilayotgan ishlarim men uchun zavq keltiradi, hobbi, yoqtirganimdan qilaman shu ishni. Hamda mana shu qilayotgan ishlarim o'zimga foyda keltirgani uchun nima desam bo'ladi? Qilayotgan ishlarim to'g'ri bo'layotgani uchun o'sha ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishyapman shu video formatda. Bunga mana shunaqa qilib qo'ymasa bo'lmaydi endi. Xo'p. Necha pul topsa bo'ladi desanglar, hop, mana shu firmadan nima desa bo'ladi? Har xil. $1000 ham topsa bo'ladi, $500 ham topsa bo'ladi. To'g'risini aytaman, Instagramda videolar joylashib boshlaganimdan beri sodam ancha ko'tarilgan. Hozir hamma biladi. Instagram nima desa bo'ladi, reklama platformasi bo'lib qolgan. Hamma Instagramda o'tirgandan keyin Instagramga video joylayversanglar, xaridoringlar chiqarar ekan. To'g'risini aytaman, aytganimdek, o'zimning sohamga bu baliqni sotgan baliqlarimni to'g'risi umuman yaqin ham kela olmaydi. O'shaning uchun bu men uchun shunchaki hobbi bo'lgani uchun sotaman, u foydasi mayli. O'zini qoplab, ovqatini, to'klarini, zapchaslarini, endi pompalar ham buziladi, gubkalar ham yirtiladi. Shu paytda shu narsalarga ishlatiladi endi foydasi. Mayli, shukurlar kelib qolar, balki fermalar katta bo'lib ketib, keyin xudo xolasa yaxshi foyda kirib ketarman. Lekin mana shu foydasi bilan ham bemalol ro'zg'orimni, qora qozonimni qaynatib yashasam bo'ladi. Agar shu tempda ishlayversam, mana shu tempda fermani yurg'izadigan bo'lsam, bemalol oilamni boqa olaman. To'g'ri, hashamatli hayot kechirish shart kechirilmaydi-yu, xohlagan narsani o'zimga pozvolat qila olmasam kerak-ku. Lekin kambag'al ham bo'lmasam kerak. Onun uchun bari mehnat qilish kerak. Shu sohaga yopishadigan bo'lsam, qattiq yopishsam agar yaxshigina daromad ko'ra olaman. Shunga ko'zim yetyapti. Lekin shu aytganimdek,
yaxshi ko'rib qilishim kerak shu ishimni, hamda tinmasdan lalala qilib videolar olib, ma'lumotlar berib, hamda o'zim mahsulotlarimni reklama qilishdan to'xtashim kerak emas. Hozir zamon shunaqa, hozir hammada shunaqa hozir. Shunaqa qilmasa ish bo'lmaydi hozir. O'shaning uchun harakatdan to'xtamaylik. Qanaqa ishda bo'lsanglar ham uzr videoni oyoqqa qaratib gapiryapman. Uyimda yaqinda anaqa ishlab ketdi ustalar, hali yana ozgina ish bor. Saleshnitsasini qo'yish kerak. Yozgi oshxona g'ishtdan qurishdi. Mangal, o'choq qozonlar deganda, ana o'sha yigitga ham aytdim. Ja qo'li gul bola ekan, menga qaradim. Bitta telefon olganda qilayotgan ishlaringni Instagramga qo'ysang-chi dedim, shunday ishingni dedim. Klientlar o'chirib turadi. Shu narsadan tirikchilik qilar ekansan. Ko'rsat o'zingni ishingni dedim. Haqiqatda ishi zo'r ekan. Bolaga ozgina qanaqadir motivatsiya berdim. Xudo xolasa u ham shu bo'ldi aka dedi, telefon olaman deb gap yo'ldim. Men o'zim senga xolasam, men o'zimni aka va anaqamni oshxonamni obzor qilib beraman o'zimni telefonimda. Yoki o'zing olganda mana xolasang telefoningga o'zing ko'chirib ol dedim. Ko'ramiz, xo'p dedi. Xudo xolasa ertaga toshini olib kelsin, qo'ysin, bitganda bir kunda ertaga yoki indinga bitkazamiz dishdi. Xudo xolasa o'shanda to'liq video qilib olsa kerak. Endi telefonimda qilib oladimi yoki ko'ramiz. O'zi oladi bungacha endi. Mayli, omad tilaymiz hammaga. Mana shu harakat qilinglar. Instagram haqiqatda hamma odam o'tirgan joy ekan. Hamma shundan tirikchilik qilib yuribdi. O'shaning uchun tirikchilikni aybi yo'q. Nima bo'lsa ham, ana halol pul topinglar, halollab mahsulotinglarni borini reklama qilinglar, ana oshirib yormanglar, maqtab. Iloji bo'lsa o'sha maqtaydigan joyigacha emasda, sal ozgina qoldirib, sal pasaytirib maqtaganinglar yaxshi. Sababi bitta-ikkita fichkasini, mahsulotinglarni yaxshiligini 100% aytmasanglar ham, klientinglar o'sha narsani qo'liga olgan yoki kelib ko'z bilan ko'rgan, xuddi meni holatimdan keyin mana kelib ko'rishganda rostdan ham suvingiz tiniq turar ekan. Men bitta akvariumni eplay olmayman, shuncha akvariumni qanaqa eplaysiz? Chunki ular ham tushunadi meni. Ularning ham oilasi bor, bola chaqasi bor, ishligi bor. O'sha ishdan ortib shunchalik qarayotganimga hayron qolishadi. O'shaning uchun bu videoda ko'rganinglar bu nima desa bo'ladi. Bu balonlar sifatini men bilan ko'z bilan ko'rgani baribir boshqa. Videoda baribir olib bera olmaydi hamma rangini. Kelgan odamlar to'g'risi mana shu privoznoy balonlarga o'mani mayda balonlar olib ketaman deb kelishadi. O'mani lekin kelgan odamlar mana shu balondan olib ketishadi. Haqiqatda chiroyli, juda chiroyli. Hop. Endi nima desam bo'ladi? Hammaga motivatsiya bo'lsin deyman-da. Hammaning ishi yaxshi bo'lsa yaxshi-da. Nima desa bo'ladi? Pul zarari yo'q, pul ko'pini to'g'ri ishlatish bilish kerak. Aql bilan ishlatish kerak, kerakli joyga ishlatish kerak. Aql bilan topib, aql bilan ishlatilsa, xudo xolasa hammaning ishi yaxshi bo'ladi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Hop, men suvni ko'ryapsizlar, balchiq bo'lib ketdi. Juda ham balchiq. Ko'ryapsizlar. Mana bu gubga qattiq narxlar hali yaxshi yurmagan. Bu yo'lda davom ettiramiz. San qaranglar. Mana mentalni kirib bo'lib ketdi. Ichi to'ladi, hali buni aqlati. Buni vodoprovod yuvorsa ham bo'ladi. Suv tinish qiyin bo'ladi. 10 kunlab, 15 kunlab mana shunaqa xira bo'lib turishi mumkin. Farqini ko'ryapsizlar mana buni. Mana buni. Agar buni keramikani qoldirsam ham, yuvmasam ham vodoprovodda, mana vodoprovod yuysam, baribir keramikani kuchi kamlik qiladi. Nimaga desanglar, keramika bu yerda juda ham kam. Mana shu idish o'zi to'la keramika bo'lishi kerak. Keyin undan tashqari mana shunaqa 5 sm gubka bo'lishi kerak, mana shunaqa razmerda. 5 ga bunaqasiga bir 35 bo'lsa kerak, 5, 35, bunaqasiga 11 mi, shunaqa 10 mi? Bitta shu gubkaga yana shuncha keramika kerak-da. O'shanda sal tuzroq filtr bo'ladi. Filtrni hech qachon
kuchli bo'lmaydi. Iloji boricha sharoitga qarab kuchliroq qovuringlar. Bunaqa zo'r gubkadan bo'lmasa ham, to'g'risini aytaman, yaxshi gubka mana bunaqa akvarium o'zini maxsus gubkalari arzon turmaydi. Xo'p, keramika ham arzon turmaydi. Men sizlarga hozir arzon yo'lni o'rgataman. Shu uchun ham bitta mashaqasida qo'rasizlar. Xuddi mana shu keramikani men o'zim sinovdan o'tkazdim. Sizlar bilan bo'lishyapman. Xudo xolasa bir keyin videolarda ko'rsataman. Mana shu akvariumda ishoninglar keramika-yu. Keramikani o'rniga mana mebelni gubka 3 santimetrli plotnisi qattig'i biz ishxonada ishlatamiz. Kartinkalarni tagiga ana kaba po'shlarni ishirib qo'yamiz. Shunda ortib qo'yanlarni uyga olib kelib qo'yganman. Men oldim kelgan xaridorlarga filtrning ichiga kerak bo'lsa, mana shunday berib yuboraman. Hatto olib qo'yganman. Shunaqa atxotlarni olib qo'ygan. Mana shu akvariumga filtrga tagiga keramikani o'rniga sinov tariqasida mana shu butun uzunlikda, mana shu butun uzunlikda bu kaltada hozir keramikani o'rniga qo'yganman. Rezultatni ko'ryapsizlar. Suv sifat, baloli zo'r yuribdi. Hammasi yaxshi mana. Sog'lom, qanotlari ochilgan, yayrab, gullab yurishibdi. Mana ozginani keramika tiqvorsa bo'lar ekan. Ozgina mana. Ozgina deganda bitta ikkita shu bilan yana to'lib qoladi-ku. Bilmadim, shu paytda ozgina joy qolib ketgan ekanmi deyman. Mana bitta ikkita tiqvorsa bo'lar. Shuni o'rniga mana arzon yo'li sizlarga bu ham teshigi mayda. Qattig'i bu. Ya'ni joy yumshoq emas. Titilib ketadigan ham bo'lmasa, quyoshda qolib ketib, chirib ketayotgan bo'lmasa, bundoq qilsa titilib ketadigan. Mana umuman titilmaydi mana. Tirnoqni o'ysa ham o'yilmaydi, ya'ni shu baquvvat bo'lsa, mana jonli bo'lsa, olinglar, qo'yinglar, arzon turadi. Kerak bo'lsa oldim kesinglar, bir yo'linglar tushsa, men o'zim ham sizlarga berib boraman. Atak bu menimcha Любой mebel sexda atxotlari dunyo bo'lib yotsa kerak. Mana kusuk. Shuni qo'yganman. Ustida mana shunday 5 santimetrlik qora gubka qo'yganman. Xo'p. Qora gubka nimaga qo'yiladi? Men mashina o'zidan to'ldirib qo'ysa bo'lmaydi. Buni teshigi juda mayda. Teshigi juda mayda bo'lgandan keyin suv butga tiqiladi. Bu yoq tiqilib teshuvdan tushib ketaveradi. Mashina ko'rsata qolay mana. Bu tiqilib, oqib, yana teshuvdan qaytib akvariumga tushib ketadi. Bu filtratsiya bo'lish uchun suv gubkaga tushib, gubkadan misol uchun buni qo'yaylik mana. Suv gubkaga tushib, gubkadan pastga tushib, pastdan oqib ketishi kerak. Mana shu to'g'ri filtratsiya bo'ladi. O'sha keramikalardan to'xtamasdan suv oqishi kerak. To'xtamasdan. Qancha ko'p suv oqsa, shuncha litr suvinglar, shuncha ko'p filtr bo'ladi. Filtratsiya jarayoni to'g'ri bo'ladi o'shanda. Bu tiqilib ustidan oqib tushib ketsa, tagidan suv yurmaydi. Yursa ham juda ham kam miqdorda yuradi. O'sha juda ham kam miqdorda filtratsiya bo'ladi. Qarabsizlarki, suvinglar mana shu xira bo'lib ketadi. Mana bunaqa tinib turishi o'rniga. Tushuntira olgan bo'lsam, bu yerda foydali bakteriyalar yashayapti. Shu foydali bakteriyalar bergan ovqatinglarni, zaharini, hidini, yog'ini, mazalarini ketkazadigan narsalar. Undan tashqari baloli ovqat yeb axlat qilib chiqargandan keyin axlatini, go'ngini demay, zaharini, hidini biz sezmaymiz, baloli sezadi. O'sha narsalar mana shu yerda yashaydigan foydali bakteriyalar yo'q qiladi. Uni ham bularni ham o'sha o'ziga yarasha kuchi bor. O'sha mana shu idishchi samp bo'lsa, katta samp bo'lsa, kuchi ko'p bo'ladi degani, bunaqa kichkina idishda kamroq bo'ladi degani. O'sha внутренний filtrlar bo'ladi-ku, mana bunaqa gubkali filtrlar bo'ladi-ku. Demak, mana bunga o'xshagan. Mana golovkasi bo'ladi mana. Bu yerda mana tasavvur qilinglar, qanaqa kam miqdorda gubka bor. Mana bunday solishtirganda ham juda ham kam miqdorda gubka-da bu. Bu yerda foydali bakteriya birinchidan teshigi yirik gubkani kam yashaydi, ikkinchidan kichkina. O'shaning uchun bu filtrlar asosan axlat yig'ishga qo'yiladi, lekin bakteriyaga ham ishlaydi, faqat suvni vaqti-vaqtida almashtirib turish kerak. Baliqlar ko'payib ketsa, bu filtr
juda slabiy qiladi. O'shaning uchun suvini tez qisma ozgina olib quyib turish kerak. 25-30%. O'shanda sizlarga muammo tug'dirmaydi. Akvarium yili tiniq turadi. Любой filtrda, любой akvariumda toza tushisi bo'ladi. Faqat vaqtida suvini almashtirishi, yo'lga qo'yib olishingiz kerak, erinmasdan. Suvini almashtirishi oson qilsanglar, o'zingizga bu yog'i oson bo'ladi. Xo'p, ko'rdinglar. Buni yuvdim, akvarium suvini qaytib joyiga qo'yaman, suvni to'ldiraman, bo'ldi, tamom, baxt. Bu yog'iga suv tiniq bo'ladi. Mana xudo xolisa filtr joyiga qo'yib oldim. Tak, trubkasini joyiga tushirdik. To'g'rilab qo'ydik. Mana suv berayotgan shlankasi mana ishlab turibdi, o'chirmaganman. Shlankani joyiga joylaymiz. Bo'ldi mana. Ko'ryapsizlar? Suv kirgan joydan tushib ketyapti. Demak, suv kirib filtr bo'lib ketyapti-da. Mana qaytib akvariumga tushyapti. Hop, bu yoqda mana suvlarimizni, bu suvlar tiniq bo'lib qoladi. Chunki bu bakteriyasi bor-da suvni, ikki bo'tdan anaqa bor-ku, axlatlar og'irda cho'kadi. Suv tiniq bo'ladi. Mana buni choy yuvish kerak edi. Birato'la. Mana ancha tinib qolibdi mana shu. Shunchaki chayamiz, qo'yamiz. Shu ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Hozir artib buni ham qo'yib qo'yaman. Fermada ish juda ko'p, to'xtamayapti. Ba'zi bir paytlar yig'ishtirib yuboraymi deyman. To'g'risi yaxshi ko'rganimdan qilaman. Bar hamma narsani chegarasi bo'ladi, predeli bo'ladi. O'sha aytganimdek, baribir oila bu narsadan ustun. Oilamga ko'proq vaqt ajratishim kerak, lekin bu narsa ham mendan juda ko'p vaqt talab qilyapti. O'zi bo'lmayapti, men oilalarni yaxshi parvarishlash, yaxshi saqlash, baliqlarni ko'paytirish, sifatini yaxshiroq qilish oson narsa emas. Xo'p, maloklarni men to'g'risini aytsam, bundan ham qimmat sotsam arziydi, chunki maloklarim o'shanga yarasha sifatli. Chunki bilasizlar, privoznoylarda ota-onalari privoznoy hammasini sifatli ota-onadan sifatli bolalar olaman. O'zi qimmatroq sotsam bo'ladi. Unaqa qilmayman. El qatori bozor narxida qilamiz. Mayli, shu paytda ota-onalarga yaxshigina mehr berildi, yaxshigina pul tikildi, ancha vaqt poylaganman bularni ishlashini. Mayli, bu narsalarga aniq qilamiz. O'ziga yarasha kamyob baliqlarni ham ko'paytiryapman. Ko'paytirganlarim xudo xolasa barakasini bersin, sotilib ketyapti, qolib ketayotgan joyi yo'q. Eng katta balig'im bo'lsa mana 5-7 santimetrmi, 7 ham emas, mana 6,5 mi. Eng katta balig'im shu. Bundan katta bo'lishga ulgurmaydi, sotilib tugaveradi. Retrobillarim hozircha bor, lekin anchadan beri ko'paymayapti. O'sha bokslar deylar, akvariumga o'tib hozircha chiqib turibdi. Hozircha bor, lekin qachondir baribir uzilish bo'ladi, chunki rubillarim umuman ishlamayapti. Lekin rubin olganlar mazza qiladi. Undan olganlar ham hozir shu ko'rinishda ham qanotlari uzun, ranglari ham zo'r. Qanotlari ana to'z qanot deyman, shunaqa. Mana bunaqa ochilib turadi, chiroyli bo'ladi. Shu filtratsiya to'g'risida video qilmoqchi edim. Video ozgina cho'zilib ketgan bo'lsa, men bor uzr. Ozgina gaplar ham ko'payib ketdi. Mayli, endi nima deyman? Gapirib ish qilamiz-da. Shunchaki ish qilsam zerkarli bo'lib qoladi. Mana filtratsiya zo'r bo'lyapti. Cho'tki mana. Suv tushgan joydan gubka yutish kerak. Hozir bu to'lib toshish boshlasa, keyin yana yuviladi. Ungacha 2 oy o'tar, 3 oy o'tar, 4 oy o'tar, 5 oy o'tib ketishi ham mumkin. Shunaqa ko'pga chidab beradi. Lekin bu yoqqa toshib ketguncha poylash kerak emas. Yarmi kelganda iloj suvsiz yuvish kerak, chunki yarmi kelganda tegidan suv o'tmayotgan bo'ladi, faqat yarmi filtr ishlayotgan bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha yarmiga kelishi bilan yuvishni maslahat beraman. Kimda shunaqa filtr bo'lsa. Xo'p,
bugungi video bo'ldi. Xudo xolasa hali artemiyani suzib olishim kerak. Hali men bilan suvini to'ldirishim kerak. Hali bularni ham suvini almashtirishim kerak. Bizda soat 7-mayga o'tib ketibdi. 00:22. Kechasi 12:22 bo'lib ketibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomatlik bo'linglar. Yaxshida ko'rishguncha.